Assalomu alaykum, hurmatli yo'q go'sht mijozlari. Sizlarga murojaatimiz bor. Kim uyida shunaqa baquvda turgan semiz, baquvvat buqalar bo'lsa, so'yiladigan biz so'yib olamiz. 110 ming so'mdan 112 ming so'mgacha naqd pulga so'yib olamiz. Agar so'yilishiga ko'maydiganlar bo'lsa, buqani oyog'ida ham, jivrisiga ham gaplashaveramiz, u ham naqd pulga bo'ladi. Agar qo'chqor uyinglarda qo'chqor bo'lsa, semiz, baquvda turgan so'yiladigan bo'lsa, ularni ham so'yib olamiz. 125 ming so'mdan qo'chqorlarni ham naqd pulga so'yamiz. Agar so'yilishiga buni ham ko'maydiganlar bo'lsa, oyog'iga ham, jivrisiga ham bular kelishaveramiz. Hammasi faqat naqd pulga. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Borib, tanlab olib kelaveramiz. Hamda naqd pulga bo'ladi xabar. Turgan buqamiz ham bugun 24-mart sanasiga 111 ming so'mdan naqd pulga baraka bo'ldi. Buni sразу yo'qib go'sht do'koningiz olib chiqdik, so'yib, 4 turda go'shtimiz sifatiga o'zingiz baho bering. Har doim sizlar bunaqa sifat buqalar tanlashda davom etamiz. Endi bu buqalar narxga keladigan bo'lsak, bu buqamizni go'shti 125 ming so'mdan, juma aksiyasiga esa 115 ming so'mdan. Eng muhimi bu go'shtlarimiz jaylari Messining o'zimizning buqalar, o'zimizda boqilgan buqalar hammasi. Bizlarda har doim halollik, foydadan ustun bo'lib kelgan. Shu boisdan meni sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Har kuni so'yiladigan buqa hamda foldadagi go'shtlarni qo'yib boramiz.